Ma'lumki, davlatimiz rahbari tomonidan mamlakat energetika xavfsizligini mustahkamlash maqsadida O'zbek neft chiqarish hajmini oshirish, uglevodorod resurslarini kengaytirish, geologiya qidiruv ishlarini jadallashtirish kabi ustuvor vazifalar yuklatilgan. Mazkur vazifalar ijrosi doirasida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar hamda kelgusi rejalarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida O'zbek neft-gaz aksionerlik jamiyatining 2026-yil 1-chorak yakunlari hamda dolzarb 100 kunlik dasturi natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Hozir shu haqda. Mamlakatimizda neft-gaz sohasida xarajatlarni qisqartirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan islohotlar davom etyapti. O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati e'lon qilgan yangi ma'lumotlar bu jarayonda muayyan natijalarga erishilganini ko'rsatmoqda. 2026-yil 1-choragi yakunlariga ko'ra sarf xarajatlarni optimallashtirish hisobiga 2,5 trillion so'm tejamkorlikka erishilgan. Bu haqda kecha 2026-yil 1-chorak sarf hisobi hamda dolzarb 100 kunlik dasturi natijalari bo'yicha o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Daromadlarimiz barqaror o'sish kuzatildi va 4,3 trillion so'm tashkil qildi. Asosan bu faoliyat daromadlari jamiyat tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlarning naqd va tariflari bozor mexanizmlariga o'tilishi hisobiga amalga oshgan. 1-chorakning o'zida amalga oshirilgan ishlar natijasida debitor qarzdorliklar 1,4 trillion so'mga qisqartirildi. Bu degani yana qo'shimcha shuncha mablag' jamiyatda paydo bo'ldi. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, sohaga oid bo'lmagan aktivlarni tasarrufdan chiqarish orqali saqlash xarajatlari 30 milliard so'mga qisqartirilgan. Qurilish va burg'ulash loyihalarini qayta ko'rib chiqish orqali esa yana 438 milliard so'm tejalgan. Anjumanda ma'lum qilishicha, 2026-yilda geologiya qidiruv ishlari kengaytiriladi. Bu yilda o'zida geologiya qidiruv ishlari o'tgan yilga nisbatan 4 barobar ko'p, ya'ni 10,000 kvadrat kilometrga mo'ljallangan. Asosiy hisob qilingan mablag'lar birinchi o'rinda geologiya qidiruv ishlarining ko'lamini oshirish, geologik texnik tadbirlar, burg'ulash ishlarini hajmini oshirishga yo'naltiriladi. Shu bilan birga kompaniya o'z faoliyati bilan bog'liq ayrim qarorlarga ham izoh berdi. Xususan, joriy yilning fevral oyida O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati Nasaf, Buxoro va Bunyodkor klublarini moliyalashtirishni to'xtatishi haqida xabarlar tarqalgandi. O'zbek neft-gaz rahbariyati 1-yanvardan boshlab futbol klublarini moliyalashtirishni to'liq to'xtatganligini rasman tasdiqladi. Mas'ullarning bildirishicha, avval bu maqsadga yiliga 200-300 milliard so'm ajratilgan. Ya'ni shu bizani oxirgi marta shu 33 sonli prezident qaror chiqqanda shu homiylik mablag'lari to'xtatilishi to'g'risida davlat tomonidan topshiriq berilgan. Bu shu paytgacha futbol klublari homiylik mablag'lari sifatida moliyalashtirib kelingan. Shu 1-yanvardan bosqichma-bosqich emas, birdaniga to'xtatildi. Hozirda hech qanaqa bironta futbol klub bizlar tomonidan moliyalashtirilmayapti. Anjumanda global energetika bozoridagi vaziyatga ham alohida to'xtalib o'tildi. Xabaringiz bor, so'nggi kunlarda dunyoda neft va gaz bozorida noaniqliklar kuzatilmoqda. Ayrim davlatlarda neft va gaz taqchilligi yuzaga kelgan. Rasmiylarning ta'kidlashicha, mamlakatimizda ichki ta'minot barqarorligini ta'minlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Bugungi kunda hamma rezervuarlarimiz to'la. Bundan tashqari, biz suyultirilgan uglevodorod mahsulotlarini, ya'ni suyultirilgan gazni yuqorida aytib o'tdim, 32,000-33 ming tonna atrofida birja orqali sotishni yo'lga qo'yganmiz. Hamda boshqa turdagi mahsulotlarimizni ham yetkazib beryapmiz va xususiy sektor orqali tabiiy gazni aholiga yetkazib beriladi va zapravkalar, agenekeslar orqali. Shu sababli bizda 3 ta alternativamiz bor. 3-4 ta alternativamiz bor. Birinchisi tabiiy gaz bo'lsa, ikkinchisi suyultirilgan gaz, avtomobil uchun benzin va dizel yonilg'ilari. Respublikamizda bugungi kunda zaxiramiz bor, sizni tashvishga soladigan holatga olib kelmaydi. Bu bo'yicha davlat o'rinida barcha tayyorgarliklar ko'rilgan. Sohiba Akrom va Doston Yoqubjonov, Abdulloh Sultonxo'jayev,